yuqori ongli inson xarakteristikalari uyg'otilishi nima degani o'zi, uyg'onsa nima bo'ladi? Ya'ni bu insonni hayot sifatini o'zgarishiga olib keladi. Yuqori xarakteristikalar uyg'onganda har bitta insonni genida bu masterlik bilimlari, masterlik kursi mana shu genlarni tezlikda uyg'otib beradi sizga. Misol uchun har xil prarabotka kurslarida, bundan oldingi mana kurslarimizda biz bosqichma-bosqich mana shu jarayonga tayyorlanib ketmizda, agar qarasam, men misol uchun hali beri prof kurs darajasiga ko'tarila olmasam kerak, bu bilimlarni o'tkaza olmasam kerak deb o'ylagan joyimda haqiqatda shunaqa tezlashtirib berildiki, qarang, qisqa davr ichida mana iyulda birinchi marta ayollikni unutilgan ilmiy kursini ochgan bo'lsam, o'tgan yil iyulda bo'lgan bo'lsa, hali bir yil bo'lmasdan ham mana shu 3 ta kurs ketma-ket berilib, ya'ni biz hammamiz mana shu bosqichga tayyorlanib keldik. Agar qaraydigan bo'lsak, bosib o'tgan yo'limizga u kursda o'qimaganligi mana bu kurslar berildi bepulga, чтобы siz ishlatishingiz uchun, foydalanishingiz uchun o'sha yerdagi bilimlardan kursdan keyin bemalol ularni eshitib amalda qo'llasangiz bo'ladi. Chunki u yerda aslan qabul qilish bazalari o'rgatilgan. Qabul qilishsiz biz hayotda yuqori ongli inson xarakteristikalarini uyg'ota olmaymiz. Buni nima deydi, buni boshqa yo'li yo'q. Bunga faqat qabul qilish orqali kelinadi. O'zini, insonlarni, hayotni qabul qilish orqali, taqdirini qabul qilish orqali. Qabul qilishni o'zi juda ham oson ko'rinsa-da, bitta qaraganda qabul qildim deyish oson, lekin bunga holat bilan kelish, ong bilan kelish, ko'ryapsizki, yaxshigina mehnat talab qiladi. Mana shu xarakteristikalarning uyg'onishi inson hayot sifatini o'zgarishiga sabab bo'ladi, demak, hayot sifati nima bu? Hayot sifati deganda biz nimani tushunamiz? Tashqi hayotni o'ylaymiz, qanaqadir qulayliklarni o'ylaymiz, imkoniyatlarni o'ylaymiz, ko'z oldimizga keladi. Albatta bular ham, lekin birinchi o'chirda hayot sifatining o'zgarishi bu insondagi hamma genlarni ilohiy sifatlari ochib berilishi. Ya'ni bu siz pulni ham hayotingizga nur ongida olib kirasiz, ya'ni uni последствияsi bo'lmaydi, ya'ni uni oqibatlari bo'lmaydi qanaqadir. Yo'qotishlarsiz, og'riqsiz, o'zingizga va oilangizga qanaqadir bir og'riqlar orttirish evaziga yoki sog'lig'ingizdagi vaziyatlar bilan kelmaysiz. Ya'ni nur ongida pul ishlash, pul topish, hayotga pul kiritish, nur ongida munosabat qurish, nur ongida xizmat, nur ongida dam olish, ya'ni hammasi nur ongida, sevgi ongida, yuqori genlarni aktivlashgan holatida. Ya'ni mana shu hayot sifatini o'zgarishi deyiladi. Mana shu masterlik bilimlari sizni qanaqadir bosqichda mana shu sifatga olib chiqib berishidan umid qilaman, har birimizni sifatga olib chiqishida, haqiqiy sifat, ya'ni tavakkalda ham, tashakkurlikda, minnatdorlikda, asl vijdonda, hamma mana shu xarakteristikalarni ilohiy sifatlar ochib berilsa har birimiz genimizda. Mana shu maydonda mana shu ish уже boshlandi. Siz kelishingizdan oldin bu kursga allaqachon, siz даже to'liq o'qimasingizdan oldin, даже e'lon berilmasidan oldin ham ishoning, hammamizda уже ish boshlangandi allaqachon. Mana shu kecha kelgunimizcha. Bu narsani o'zida sezganlar ham bo'ldi. Mana hozir aytishdik-ku, kelishimdan oldin menda tozalanishlar boshlanib ketgan ekandir. Haqiqatda tayyor bo'lib kelgansiz siz. Tozalanishlar haqida alohida hozir gapirib ketdik. Chunki o'qib chiqqan bo'lsangiz, kodeks bergandim. Chatdagi kodeksni yaxshilab o'qib chiqinglar. Hali yana masterlik kodekslari bo'ladi, ular alohida bo'ladi. Bu bundan oldingi berganim bu kursga oid, vazifalar bajarishimizga, tayyorgarchiligimizga oid bo'lgan vazifalar edi va tozalanishlar qilib kelinglar degandim. Tana bilan, uy-joyingiz, ya'ni muhitingiz, aurangiz bilan tozalanish, ichki tozalanish, tashqi tozalanish, ong xayollaringizda, telefoningizda, mana shu tozalanishlardan siz uni qilmasingizdan oldin ham уже tozalanishlar bo'lgan, boshlangan. O'sha aprel oyida shunaqa chistkalar tana tozalanishdan o'tdi. O'zimda ham xuddi shu holatlar bo'ldi. Keyin bu narsalarni hammasini bir-biriga tutashtirsam, aslida mana shu kurs uchun ekan hammasi. Ya'ni ko'zim orqali tozalandim. Ya'ni bular hammasi bizning markazlarimiz. Ko'z, tomoq, bachadonda tozalanish, hammasidan o'tkazildim mana shu aprelda. Chunki bular har bitta tanamiz har bitta qismi aslida markaz. Ya'ni biz faqat energetik markaz deb chakralarni aytamiz-ku 7 ta. Lekin undan tashqari bizning tanamiz bo'ylab juda ham ko'p axborot qabul qiluvchi markazlarimiz bor. Mana shu agar qaysidir bir markazingizda kirlashish bo'lsa, qanaqadir bir to'siqlar bo'lsa-da, o'y-xayollar, qanaqadir bir xarakteristikalar joylashib olgan bo'lsa, o'sha markazlaringiz o'sha yerda chistkadan o'tkazildi. Mana shu namoyonlik maktabiga kelgunizcha ham siz shu tozalanishlarni o'zingizda his qilgan bo'lsangiz kerak har bittangiz. Bo'lmagan bo'lsangiz ham, bo'lgan bo'lsangiz ham baribir ham detoks qilinglar degandim. O'sha ko'katli smuzili ichish yoki magniy sulfat bilan yoki o'zingizga qulay bo'lgan qanaqa detoks usulini o'zingizda ishlatsangiz, taningizni o'zingiz bilasiz. Qanaqa detoksni yaxshi ko'rishini, ko'tara olishini o'sha yo'llari bilan qilib kelinglar degandim. Tuzli vannalar hammasi haqida yozilgan chatga. Qilmaganlar hozir bu haftadan qilsanglar ham bo'ladi, boshlab olsanglar bo'ladi. Chunki men bu narsalarni nimaga aytdim? Agar biz o'zimiz ongli ravishda tanani tozalamasak, kasallik orqali, mana shunaqa qo'shimcha bir vaziyatlar orqali baribir ham tana tozalanadi, o'zini o'zi tozalaydi baribir ham. Yangi informatsiyaga, yangi energiya kelishiga mana shunaqa qilib tozaladi. Ko'zim bilan bo'ldim. Tayyorgarlik, chunki ko'z ham bu markazda, ko'z orqali ham biz informatsiyani qabul qilamiz-ku, to'g'rimi? Informatsiyani olamiz va ko'z orqali uzatamiz ham informatsiyani. Men hozir mana 5 ta organ chustv orqali ham informatsiya uzatyapman sizga. Ovoz chastotasi orqali informatsiya beryapman. Bular hammasi bizani mana shu energetik polamizga kiradi. Psi maydon haqida hozir alohida gaplashamiz. Xo'p, bu yo'lga qanaqa kelganlaringiz haqida ozgina bo'lsa ham qildim sizni, chunki hech kim bu joyga o'z-o'zichalik kelib qolmaydi. Обязательно ko'p holatda qiyin karmalar orqali, qiyin karmalarni yashash orqali kelinadi. Ayniqsa masterlikka, mana shu psixologiya yo'liga, ezoterik bilimlarni
tarqatuvchisi yo'liga просто hech kim o'ynab kulib kelib qolmaydi. Har bittanglarda mana shu narsani gapirayotganinglarda ham his qildim. Ko'p narsalarni gapirmaganinglarni ham his qildim. Ko'zinglarga qarab turib, qanchadan qancha transformatsiyalarni yashab o'tgan ruhliginglarni his qilib turdim. Chunki bitta hayot emasda, bu ko'plab hayotdagi karmalar yig'ilib kelganini ko'rdim. Lekin hozirgi davrda mana shu tezlik haqida ko'p gapiraman. Hozirgi davrda shart emas o'lib qolish. Bu sohaga kelish uchun mental o'limni boshdan kechirish shart emas bo'lib qoldi. Ya'ni hozir o'sha yengilroq jarayonlari orqali kelishyapti bu yo'lga. E'tibor bergan bo'lsanglar va bizdan oldin bu yo'lni boshlab berganlarda biz kimlardan mana bilim olgan bo'lsak, ustozlar bizdan oldin psixologiya yo'lini boshlaganlar yoki misol uchun mana O'zbekistonda ko'pchilik mana Maryam Mahmudova orqali, Aziza Toshmuhammedova orqali ular keng ommaga chiqa olishdida, yorib o'tishdi. Juda ko'p qavatlarni. Chunki ungacha psixologiyaga qanaqa qaralgan, juda ham bir tang holatga tushib qolgan odam boradigan joy yoki bir xuddiki masalalarning yechimini xudodan emas, odamdan qidirayotgandek bo'lib qolaman agar psixologga borib bir narsa so'rasam degan fikrlarda. Shunaqa jamiyatdagi juda ham ko'p qarama-qarshi fikrlar bor. Hali ham bor bu narsalar. Hozir уже psixologiya, psixologlarga nisbatan ozgina yumshagan bo'lsa ham, lekin именно ezoterika sohasiga tasavvufni именно ezoterik tilda yetkazilishiga nisbatan qarshiliklar hali ham juda ham ko'p. Kurashlar, har xil bahslar, masxara, ishonchsizliklar hali ko'p. Lekin mana shu siz master bo'larkansiz, mana shu joylardan o'tkazilasiz. Ishonchsizlikdan ham o'tasiz. Sizni tanqid qilishlari, siz bilan kurashishlari, siz bilan bahslashishlari, bu narsalar bo'laveradi, lekin bularni siz hammasini sevgida qabul qilib o'tib ketasiz. Chunki bizagacha bu yo'lni eng qiyin joyini desa ham bo'ladi, o'tib berishdi ustozlar. Biz kimdan bilim olgan bo'lsak, mana shu ustozlar juda ham qiyin valnasini o'tib berishdi. Ular psixologiyaga murojaat qilish bu normal jarayonligini ko'rsatib berishdi insonlarga. Endi bizga shart emas hozir ommaga kirib agitatsiya qilish yoki o'zingni ustingda ishla deb bosim berish odamlarga, chaqirish, qanaqadir manipulyatsiyalar orqali, nimadirlar orqali yoki ketma-ket reklamalar orqali, bosim orqali bu yo'lga olib kelish bizga уже kerak emas. Siz bildingiz, что уже sizni odamlar topib keladi. Siz faqat chastotangizni ko'taraverasiz, vibratsiyangizni ko'taraverasiz, o'zingiz bilan tinimsiz ishlayverasiz va shu natijasida sizga kerakli bo'lgan insonlar birikadi, qo'lingizga keladi, auditoriya o'zidan yig'ilishni boshlaydi, atrofingizda o'zi so'rab kelishni boshlaydi insonlar. Sen qanaqa shunaqa holatga kelding? Sen qanaqa qilib hozir shu situatsiyani osonlikcha qabul qilyapsan? Qanaqa qilib hazm qilding shu narsani sen? Men masalan bundan kichkina narsani ham hazm qila olmayman hali deb o'zliga insonlar sizga murojaat qilishni boshlashadi. O'sha boshlangan ham bu narsa ko'pchiliginglarda. Hozir men bilan gaplashgan, tanishgan ishtirokchilarimiz orasida hali auditoriya bilan ishlayotganlarni ko'rmadim, lekin уже klientlari bor, o'quvchilari bor bo'lgan menimcha qismlarimiz ham bor. Ular o'zlarini tanishtirib o'tishadi. Menimcha gruppada bu narsani qilganimiz yaxshi. Gruppada отдельный tema ochamiz, o'sha temaga hammanglar o'zinglarni rasminglar, qisqacha avtobiografiyalarni yozib va hozirda qanaqa faoliyatinglar nima, hozirda qanaqa ish bilan shug'ullanasizlar yoki psixologiya, ezoterika sohasida bo'lsanglar, уже ish boshlaganmisizlar, qanaqadir bir klientura yoki bir auditoriyasiga egamisiz, shu haqida ham ma'lumot berib ketasizlar. Menimcha shuni chatda qilganimiz yaxshi bo'ladi. Har bittamizda mana shu kursda unikalligimizni uyg'otish xohlayman har birimizda. Chunki har bitta inson haqiqatda unikal, haqiqatda noyob. Har bitta odamni o'zini qanaqadir bir izuminkasi bor. Mana shu o'zingizni noyobligingizni ocha olganingizda, siz qanaqadir bir taqqoslash, raqobat yoki qo'rquv yoki ishonchsizlik o'zingizga, bilimingizga nisbatan mana shu qavatlarni shunday yorib o'tib ketasiz. Когда siz o'zingizni noyobligingizni ko'ra olganingizda, ocha olganingizda, o'zingizdagi yaratuvchini sifatlarini ko'ra olganingizda, qaysi bir sifatini Xudo siz orqali namoyon qilishni xohladi. Mana shu joyi, mana shu to'lqinni ushlab olsangiz, bo'ldi. Siz уже shunaqa tezlikda ketasiz. Уже sizni hech narsa, hech qanaqa qo'rquv yoki ikkilanishlar yoki insonlarning fikri, atrofingizdagilarning fikri to'xtata olmaydi bunaqa holatda. Chunki siz o'sha uchqunni sezib qolasizda, iskrasini. Xudoni sizga joylagan iskrasini sezib qolgan odam juda ham katta kuchga ega bo'ladi. Bu kuchimiz so'ndirilgan qachonlardir, asosan bolalikda. Chunki bu yo'lga kelganlar o'zi asli bolalikdan chuqur his qiluvchilar bo'lgan. Hammamiz ham shunaqa bo'lganmiz. Bolalikdan juda chuqur his qiluvchi, odamlarning ichini, og'rig'ini ko'ruvchi bo'lgansizlar hammanglarda bu sifat bor, bilaman. Bolalikda bostirilgan, ya'ni qo'rqib qolgansiz shunchaki, his qiluvchanligingizni boshqalarga ko'rsatishga, ishonchingiz o'zingizga nisbatan bostirilgan, har xil hodisalar bo'lganki hayotingizda, bu kuch bostirilgan, muzlatib qo'yilgan. Shu kuchni qidirganingiz uchun ham o'sha kuchni menda ko'rgansizda, shuning uchun ham kelgansiz bu yoqqa. Menda ko'rib qolgansiz, o'zingiz o'sha qismingizda, o'sha namoyon bo'layotgan qismingizda, o'zingizni uchquningizni men orqali ko'rib qolgansiz shunchaki, chunki bilasiz, atrofda hech kim yo'q, faqat biz bormiz va bizning akslarimiz bor. Shunaqa ekan, demak menda ko'rib, manda tortgan narsa, demak bu sizning qismingiz. Bu sizni qaysidir bir o'lchamdagi, siz borishni xohlab, o'sha versiyangizni ochishni xohlayapsiz. Shu orqali, shu bilimlar orqali o'sha versiyangiz tomon hozir ketyapsiz. Yoningizda qizlar dars davomida daftaringlar bo'lsin, ruchkanglar bo'lsin, shtob. Chunki bitta kelgan anglash, bilasiz, keyin uzilib qoladi, o'sha anglashingiz bilan svязь uzilib qoladi, aloqa. Bu hozir bu kursda olayotgan anglashinglar sizlarga hali juda ko'p xizmat qiladi, bilinglar. Chunki men qachonlardir mana shunaqa darslar davomida olgan anglashlarimni, imенно yozib qo'yganlarim menga shunaqa katta kuch bergan, ayniqsa kurslar o'tayotganimda yoki konsultatsiyalarga kelishganda, qanaqadir savol bilan kelishganda, o'sha anglashlarim menga juda katta kuch bergan, yordam bergan.
qachonlardir yozib qo'yganlarim, lekin juda ko'plarini man ham yozmasdim oldinlari. Misol uchun mashinada ketayotganda yoki qayerdadir ko'chada yurganingizda kelib qoladida, keyin uyga kelganingizdan keyin xohlasangiz ham eslolmaysiz. Chunki u aqldan kelmagan bo'ladida, u potok, ilohiy potokdan kelgan bo'ladi sizga. O'shaning uchun ham aql qo'rqadi uni ushlab turishga, chunki u katta kuch borda u yerda. O'shaning uchun qanaqadir ko'rinmas zonaga olib kirib qo'yadi aql. Arxivga tiqib qo'yadi tez u faylni. O'shaning uchun ham yer bilan ulab qo'ying doim, anglashlaringiz shu yoningizda yoki bloknot bo'lsin, ko'chada yurganingizda ham yoki telefoningizga diktofonga yozib keting. Chunki aytganimdek, bu yerda hozir olayotgan anglashlaringiz sizni hali sizga ko'p kerak bo'ladi. Bu kursda har bittangiz mana shu o'zingizdagi o'sha yuqori ongli inson xarakteristikalarini uyg'otish bilan birga har bittangiz o'zingizni tan olib ketishingizni juda ham xohlayman. Mana shu ustida ishlaymiz. Butun kurs faqat o'zimizni tan olamiz. O'zimizni qabul qilish bilan ishlaymiz. Chunki o'zini qabul qilgan inson, o'zini tan olgan inson hammani tan oladi, hammani qabul qiladi. Sizga keyinchalik keluvchi insonlar, mijozlaringiz, siz bilan birga ishlovchilar, даже siz psixologiya ezoterika sohasidan ketmasangiz ham, konsultatsiyalar nimadir kurslar yo'q, men o'tmayman, men bilim bermayman, yo'q, meni o'zimni kasbim yaxshi. Misol uchun siz chevarsiz yoki bir o'qituvchisiz, maktabda ishlaysizmi yoki biznes sohasidamisiz. Ya'ni baribir ham insonlar bilan svязь bor, doim aloqadamiz. Sizga kelayotgan o'sha insonlar, kasbdoshlaringiz, sizga kelayotgan mijozlarni shunchaki holatini o'qiysiz. Sizni yuqori chastotangiz ularni sizga yana va yana qaytishiga sababchi bo'ladi. Sizdagi o'sha iskra, sizdagi o'sha nur, ular bir marta ko'rib qolgandan keyin bu narsani ular doim sizga talpinadi. Va siz orqali natijada o'zini ochadi. Ya'ni bizning vazifamiz ko'proq klient yig'ib, atrofimizga odamlarni yig'ib, o'zimizni polamizni ushlab turish emas, balki ular через, ya'ni oqimda, hayot oqim doimo mana shunaqa kirib chiqib almashinib turadi. Beramiz, olamiz, ya'ni kirish, chiqish hammasi shunaqa. Siz orqali kelib, sizni chastotangizga ulangan holatda o'zini chastotasi ko'tariladi. Natijada o'zini bir namoyonligi yoki qaysidir bir qirralari yoki qabul qiluvchanligi, qaysidir bir ilohiy o'sha genlari uni ham aktivlashishi boshlaydi, ochilishni boshlaydi. Bu qanaqa darajada qarang, hayotni o'zgartiradi. Hayotga hozir siz o'tirib prosta o'zim uchun bilim olaman deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, bu bilimni men chiqib ishlatmayman, yo'q, men konsultatsiyalar yoki nimadir kurslar qilmayman. Men shunchaki o'zim uchun, o'zimni tadqiq qilish uchun, o'zim coaching qilib o'tirishim uchun kerak deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Aslida bu ham to'g'ri, eng to'g'risi shu. Chunki biz faqat kim o'zgartira olamiz? Faqat o'zimizni o'zgartira olamiz. O'zgartirganda ham qanaqa o'zgartirish? Ya'ni urib, turtib yoki talablar qo'yib, shartliliklar asosida emas, balki butunlay tanqidsiz, talabsiz, shartlarsiz o'zimizni qabul qilishni o'rganamiz, tan olishni o'rganamiz. Chunki namoyonlikni asosi bu o'zini tan olish. O'zini tan olmagan inson namoyonlik qilishda, o'zini realizatsiya qilishda hayotda juda qiynaladi. Juda ham ko'p to'siqlarga uchraydi. U namoyonlikka zo'r erishishi mumkin, o'zini hayotga zo'r ko'rsatib, realizatsiya qilib, uni ortidan mashhurlikka, pulga, boshqa narsalarga yetishishi mumkin, lekin uch o'lchamda qolib ketaveradi. Ya'ni u isbotlash darajasida bo'ladi faqat. Ya'ni u o'zini tan olish emas, balki boshqalarni uni tan oldirishni xohlab kelgan bo'ladi bu yo'lga. Bu narsalar, bular hammasi eski ongli reshetkalari, bilasiz, uch o'lchamli olamni hamma xarakteristikalari hozir shunaqa shiddatli tarzda tozalanyapti. Oydan oyga bu narsa kuchayib ketyaptiki, 27-yillarga borib tasavvur qiling. Mana bir yilda qancha perexod qila oldingiz siz? Yarim yilda dedi. Mana Nilufarni eshitdinglar. Oldinlar misol uchun kurslarda o'qimaganlar, yarim yilda, oyda qanaqa perexod ketdi-da, qanaqa tez ketdi bu narsa. Vaholanki 2000-yillargacha, masalan 90-yillarda buni umuman возможности, imkoniyati yo'q edi insonlar uchun. Ya'ni insonni ongi ham, tanasi ham ko'tara olmasdi bunaqa perehodlarni. Chunki yer unaqa chastotaga hali ko'tarilmagan. Yer kristallografik reshetkalari hali mustahkam edi. Ya'ni bu chastotani, bu kirayotgan energiyalarni hali yer qabul qila olmasdi. Tasavvur qiling. Biz qanaqa ish ketyapti biz bilan. Shuning uchun ham tanangizga ko'p rahmat aytib, tana bilan faol ishlashni boshlang. Tanani faollashtirishni boshlang, chunki aynan tana xizmat qilib beradi-da. Bizning bilimimizni shu energiyani yerga ulashga endi tana xizmat qiladi. Shuning uchun ham aytibmanki, biologik rivoj juda ham muhimligini eslatibman. Faqat ong bilan ishlab tana qolib ketganida uni balansi bo'laveradi. Balansga keltirmoqchi bo'laveradi tana o'zini. Har xil o'sha bolachkalar, og'riqlar, boshqa narsalar. Men o'zimni yo'lim haqida sizlarga yana qisqacha aytib ketsam, men haqimda ko'p eshitgansizlar, boshqa qilgansizlar, qanaqa kelganimni bu yo'lga bilasizlar. Lekin mana shu joygacha hozir kelib olishim 2020-yildan boshlangan bo'lsa, o'zi aslida to'nki planda undan oldin boshlanadi, bilasizlar. Keyin bizga tana darajasiga yetib kelguncha 2020-yilda o'sha karantin davri hammani uyg'onish etapi shiddatli darajada, chunki o'sha yurak chakra, o'pkani kasallanishi orqali, koronavirus orqali ko'pchilikda uyg'onish etapi aynan o'sha yildan boshlanganda. O'shandan boshlab mana tezlashgan bo'lsa, birinchi baribir menda bilasiz, zikr, suralar, oyatlar nihoyatda insonni qalbini ochadi. Agar sizda butunlay hali nima deydi, qattiq yopilishlar bo'lib qolmagan bo'lsa, materialistik olamga qattiq bog'lanib qolmagan insonni mana shu zikr orqali zo'r ochib olish mumkin qalbini, yuragini. Men o'sha mani nabar zikrlar ochmagan, mana o'sha og'riq ochgan, dard ochgan, o'sha qizim bilan bog'liq jarayon, yana oilaviy jarayonlar, pul bilan bog'liq munosabatlarda hammasi birdaniga kelgan. O'sha 33 yoshda, 33 yosh juda ko'pchilikda perexod yosh hisoblanadi. 33 yoshda siz yo u yo'lni tanlaysiz, yo bu yo'ldan ketasiz, yo uyg'onish yo'lini tanlaydi ko'pchilik, yo totalni qattiqroq uyquga kirish tanlaydi 33 yoshida. 40 yoshigacha davom etadi bu. 40 yoshida yana katta bir tanlov beriladi.